Xo'p, o'rtoqlar, barchaga assalomu alaykum. Qarshilarda har doimgidek Abdulaziz. Bugun sizlar bilan nimaiki mana shu massajning kreslolari bo'lsa, o'shalarni yaxshi hamda kuchli taraflarini jamlagan 777 modelimiz haqida gaplashamiz. Demak, birinchi o'rinda bu modelimizda 6 ta geliviy rolik mavjud, ya'ni massaj qilganda yumshoq tanangizga moslashib turib, sizga yoqimli holatda massaj qiladi. Undan tashqari tabiiy koja hamda mana joystik tarafi hamda umuman o'zi ba'zi bir qismlari aynan tilla rangda ishlangan. Ya'ni bu ushbu massajning kreslolarimizga o'zgacha vid berib turadi. Endi vid bo'lmaysizlar, ozgina ruscha aralashtirib gapirsam, asosiysi men sizlarga maksimal darajada sodda tushuntirishga harakat qilaman. Nimaga? Men hozir buni to'liq funksiyalari bilan adabiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, voy nima deyapti bu bola deb qolishingiz mumkin. Bu tabiiy hol, shuning uchun sizlar tushunadigan tilda tushuntirishga harakat qilaman. Demak, ko'p gapirmaymiz. Bunda ham besprovodnoy zaryadka qo'yadigan joyi mavjud. Bunda ham xuddi shunaqa oyoqni orqasini ham massaj qiladi. Foot rollerlari, ya'ni aynan oyoq massaj qiladigan podushkalari juda ham keng, katta qilib ishlangan hamda usti yopiq, oyog'inglarni ham maza qildirib oladi. Ayniqsa oyoq kiyimda yokida klassik kiyimda, klassik oyoq kiyimda uzoq vaqt kuni bo'yi yuradiganlar bu o'rni qanaqa bo'lishini biladi. Oyoq juda ham charchab ketadi. Shunaqa holatda uyga kelib turib bitta o'tirsanglar bormi? Maza. Demak, har doimgidek demonstratsiya qilib, men o'tirib, o'zimda tajriba qiyonchasi sifatida men sizlarga buni ko'rsatib beraman hozir. Bismillah. Xo'p, birinchi o'tirganimda sezgan narsam bu albatta kengligi. Men massajning kreslolaring kengligiga juda ahamiyat beraman. Agar tor, noqulay bo'ladigan bo'lsa, qanchalik zo'r massaj qilmasin, umuman yoqmaydi. Ochuvga. Yoqdik. Yaxshi. Orqalardan nimadirlar chiqib keldi. Xo'p, birinchi bo'lib tanamni hozir bu skaner qiladi. Masha momenti juda yoqadi. Birinchi tepaga ko'targanda takoy yengil bo'lasiz. Hozir mana to'liq top boshimdan oyog'im uchigacha skaner qiladi. Hamda qolgan massajning kreslolariga qaraganda jo'skiroqlar ekan, shuni sezdim. Lekin men o'zim jo'ski massaj lyubitelman, juda yoqadi menga. Qattiq qilsa, ayniqsa qotib qolgan tuzli yumshaydi. Demak, eng qizig'i meni yoqtirgan nastroykam, ya'ni hamma massajning kresloda ham bir xil emas, lekin aynan bu formatdagi nastroyka men tushunaman. Nimaga? Chunki juda ham sodda va tushunarli qilib ishlangan bu nastroyka. Misol uchun, yaqinroq kelsangiz, mana misol uchun men bitta timing tepada ko'rsatib turibdi. Qolgan vaqtimni tanlashim mumkin. Mana 20 minut tanladim hozir. Bitta bossam, mana 25 minutga o'tdi. Yarim soatga o'tdi. Juda easy, juda oson, juda tushunarli qilib ishlangan. Misol uchun mana men o'rtadagi bitta bosadigan bo'lsak, xo'p, 10 ta funksiya mana ko'rsatilgan. Bu avtomatik massaj qiladigan funksiyalari, demak, faqatgina 10 ta ekan bilishim bo'yicha. Xo'p, bittasini tanlaymiz. Menga eng yoqadigani qaysini tanlasak bo'ladi? Xo'p, shoulder care mode, back relief. Xo'p, belli orig'iga bor ekan mana. Xo'p, tayskiy massaj bu muskullarni siqib turib, poзвоночникlarni tortib massaj qiladi. Mana tushuntirish. Xullas, xo'p, bundan chiqib turamiz. Xo'p. Yana nima muhim tarafini sizlarga tushuntirsam bo'ladi. Har doimgidek shu bilasizlar, manual, ya'ni ruchnoy rejimi, xohlagan bir tananglarning qismini tanlab turib, aynan o'shatini massaj qildirsanglar bo'ladi. Voice assistant, bilasizlar, ovoz boshqaruvi, health check, bu bizga kerak emas. Sog'liqni tekshiradigan funksiya, ya'ni mashtama bo'lishi kerak barmoqimda, mana. O'ng qo'lda, o'ng tarafida qo'l qo'yadigan joyda barmoq qo'yadigan joy bor. Ya'ni sizni sog'lig'ingizni, yurak urishini, boshqasini tekshirib beradi. Lekin bu bizga kerak emas. Ya'ni hozir kerak emas. Settings bu yerda o'sha vaqti keton LED lighting, ya'ni ledlarni
yonib o'tishi, til hamda info deb qo'yibdi, nimadir device info. Bu apparatura, ya'ni bu narsa haqida ma'lumot ekan. Hop, Calfab. Nima ekan bu? O, mana. Tushotda videoga. Hop, undan tashqari, ammo oyoq qismini ko'tarib tushiradigan joyi bor. Mana misol uchun Calfab qiladigan bo'lsak, bu ko'tariladi. Calf down tushadi. Backrest down, backrest up, ya'ni tepa hamda pastdagi funksiyalar bo'lsa, bu ya'ni ko'rasizlar, maksimal darajada gravitatsiyani yotqizib to'g'irlab beradi. Ya'ni juda ham yotib massaj olsangiz ham bu noto'g'ri, me'yorida bo'lishi kerak, chunki miyaga qon quyilishi kerak emas. O'rtacha holatda bo'lsa, panel ham maza qiladi, ham zararga ishlamaydi. Xo'p, hamda chap qismida airbag strength, ya'ni podushkani siqishini kuchi ekan bu. Misol uchun agar buni ko'tarib qo'yadigan bo'lsam, hozir mana plus airbag strength ko'tarib qo'yadigan bo'lsam, yanada qattim jimach qilib, qattim siqtirib massaj qiladi podushkalar ayni. Именно. Xo'p. 4D nimaligini bilmayman. Demak, yana nimasini ko'rsatib bersam bo'ladi. Lekin hozir zo'rg'a ko'rsatib beraman. Orqam og'rib ketdi. Nimaga? Chunki напряженный o'tiribman va men yumshoq o'tirishim kerak. Demak, o'rtoqlar yana ozgina tushuntirib beraman, keyin o'zim sekin bitta 5 minut masdan olishga yotaman. Jaydar atalla aytganda. Demak, o'ng qo'lida o'sha sizlar bilgan joystick. Nega bu to'g'rilanmayapti? Nega joystick ishlamayapti? Yomon qildi hozir lekin bor, u belli masajini. Voy, yomon mo'shni qildi, aka. Haqiqatdan ham baquvvat deyishgani bor ekan. Haqiqatdan ham rollerlari shunaqa yumshoq ishlayapti. Xo'p. Xullas, o'ng qo'lda joystick, bu joydan o'zingizga kerak bo'ladigan funksiyalarga, xullas o'ng tarafda joystick, o'zingizga qulay bo'ladigan funksiyalarni tanlab boshqarsangiz bo'ladi. Misol uchun mana oyoq qismini ko'tardik. yoki umuman полный massajni kresloni tushirish, oyoq qismini tushirish, ko'tarish, undan tashqari isitgich. Bu yerda ham avto degan knopka bor, ya'ni botni bosadigan bo'lsak, avtomatik rejimga o'tadi. Agar yana bosadigan bo'lsak, avtomatik rejimi boshqalariga o'tadi, ketma-ketlikda. Shu umuman olganda aytganimdek, menga yoqadigan tarafi bu nastroykasi osonligi. Qiynalmaysizlar. Endi sizlarga hop desanglar, prosta yotib men emotsiyalarimni tushuntirib ketsam. Nimaga? Chunki o'zimni ham yomon massaj olgim kelyapti, hadeb gapirmasdan shuning uchun. Lekin rollerlari haqiqatdan ham qattimligini bildim. Ya'ni qanaqa ma'noda jo'ski qilyapti. Aynan o'sha belimni og'riyotgan joylariga qattim upor berib qo'yapti-da.